Birodarchilik shu darajada ulug' bir ne'mat ekanki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda uni ifodasi quyidagicha marhamat qilingan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: bir kishi o'zining boshqa qishloqdagi birodarini ziyorat qildi. Alloh uning yo'liga kutib turadigan farishtani qo'ydi. Uning oldiga kelgan paytda qayoqqa bormoqchisan dedi. Ushbu qishloqdagi birodarimni xohlayman dedi. Unda sen ko'zlagan ne'mat bormi dedi. Yo'q, faqat men unga Alloh azza va jalla uchun muhabbat qilganman dedi. Men senga Allohning elchisiman. Batahqiq sen unga muhabbat qilganingdek Alloh senga muhabbat qildi dedilar. Imom Muslim rahmatullohi alayhi rivoyat qilganlar ushbu hadis sharifni. Mana azizlar, tasavvur qiling, bir inson o'zining birodarini, dini diyonat, iymon, e'tiqoddagi birodarini ancha vaqt bo'lgan ekan ko'rmaganiga, sog'ingan, ko'rgisi kelgan. Allohning yo'lida aka-uka tutingan ular birodardirlar. Yo'lga chiqibdi. Shu birodarini bir ziyorat qilib kelay, ancha bo'ldi ko'rmaganimga sog'indim deb. Yo'lda ketayotgan paytida Alloh subhanahu va taolo shu bandani sinash uchun bir farishtani uni yo'liga qo'yibdi. Birodarining qishlog'iga yaqinlashib qolgan paytida farishta uni yo'liga shundoq istiqboliga chiqibdi-da, yo'l bo'lsin, qayoqqa ketyapsan debdi. Falon qishloqqa ketyapman. Nima uchun? Bir birodarim bor, shuni ziyoratiga. Balki birodaringni oddiy ziyorat emas, biror bir ne'mat, ya'ni biror bir moddiy manfaat ko'zlayotgandirsan. Biror bir dunyoviy g'arazing bordir yoki boshqa biror bir maqsading bordir degan ma'noda savol so'rasa yo'q. Men faqatgina birodarimni Alloh azza va jalla uchun sevganman, muhabbat qo'yganman. Ana shuning uchun ziyoratlarga ketyapman xolos. Boshqa hech qanday g'arazim, maqsadim ham yo'q. Shunda farishta aytdiki, men Allohni senga yuborgan elchisiman. Senga Alloh subhanahu va taolodan quyidagi bashorat bor. Sen o'sha do'stingni qanday yaxshi ko'rsang, unga qanday muhabbat qo'ygan bo'lsang, Alloh taolo senga ham xuddi shunday muhabbat qildi. Mana xush xabar. Mana azizlar, do'st, yor birodarlar mana bundoq bo'ladi. Hech qanday dunyoviy g'arazlarsiz, xolis Allohning roziligi uchun, Allohning yo'lida do'st tutinganman men deb ularni ziyorat qilishga keladi. Boshqa birorta maqsad bo'lmaydi. Mana shunday insonlarga Alloh subhanahu va taolo muhabbat qilar ekan.